Lagomni shu ikkita penkasi va gidrofilkasiga Chestney Otsev gel ko'rinishidagi ertalabki umuvashka. Teksturasi juda ham yengil va yumshoq, barcha turdagi ko'jalarga to'laqonli mos keladi. Yuzga ortiqcha narsa toshtirmaydi. Bu nafaqat umuvashka, balki uходni eng birinchi qismida ishlatilishga moslashtirilgan penka hisoblanadi. Sababi Lagomni aynan shu mahsuloti ko'jani suv miqdorini balansga keltirib beradi. Bundan keyin makiyaj ham, uhod ham a'lo darajada yotadi. Ishoninglar, bu gidrofilka masla har bitta qizda bo'lish kerak. Olinglar shuni iltimos. Bunaqasini topa olmaysizlar. Men o'zim undan ortiq gidrofilka maslalarni ishlatib ko'rganman. E'tibor bersanglar, men ko'zimga urg'u berib makiyaj qilaman. Ayniqsa maskara ko'p surkiyman, lekin birorta gidrofilka masla shu kungacha mening yuzimni, ko'zimdagi makiyajni to'laqonli tozalashga umuman yordam bermagan. Meni boyligim shu Lagomniki hisoblanadi. Bu gidrofilka masla poralarning ichlarigacha, SPFni qoldiqlari, changlar, bakteriyalar, makiyajni qoldiqlarigacha to'laqonli tozalab bera oladi. Har qanaqa ko'ja turiga mos keladi va juda zo'r tozalab beradi. Men prosta обожать qiladigan Lagomning yana bir mahsuloti aynan mana shu mikropufakchali umuvashka. Teksturasiga gap bo'lishi mumkin emas. Har qanaqa yuzga tushadi, ortiqcha narsa toshtirmaydi. Yuzni makiyaj, chang, bakteriyalardan 100% tozalanishi uchun eng oxirgi etapda ishlatilishga tavsiya qilinadi. Buni ishlatgandan keyin yuzingiz har doimgidan ham yengil his